mayda narsalarga siqilishni bas qiling. Katta psixologlarning aniqlashlaricha inson og'ir damlarda, eng qiyin sinovlarga duch kelgan paytlarda u bardosh beradi, chidaydi, sabr qiladi. Chunki boshqalarning oldida o'zini tutishga harakat qiladi, kuchli ko'rsatishga harakat qiladi. Ha, endi bu menga Allohdan berilgan imtihon-da, unga sabr qilishim kerak. Agar shu imtihonga sabr qilsam, Alloh menga mukofotlar beradi deya og'ir, qiyin sinovlarga bardosh beradi. Ammo lekin har kungilik mayda-chuyda sabablarga duch kelgan paytida u o'zini yo'qotib qo'yadi, u o'zini boshqara olmay qoladi, asablarini juda ham charchatib, tarang holatga keltirib qo'yadi. Ya'ni mayda-chuyda ikir-chikir, arzimas narsalarga siqilib, butun bir kunini rasvo qiladi. Ertalabda kayfiyati buzilganicha kun davomida asabiylashib yuradi. Eng qizig'i, bu narsalar uni energiyasini qanchalik so'rib olayotganligini, uni kasal qilayotganligini va uni orzu maqsadlardan mahrum qilayotganligini va asta-sekinlik bilan o'lim tomonga qarab boshlab borayotganligini his qilmaydi. Oddiy farzandining ko'ylagi g'ijimligiga yoki chala yuvilganligiga, yoxud svet o'chmay qolganligiga, eshik yopilmay qolganligiga, oyoq kiyimlar noto'g'ri taxlangan ekanligiga, dasturxonda ushoqlar juda ham ko'p turib qolganligiga yoki qoshiqning, pichoqning joyi almashib qolganligiga siqilib, asabiylashib, janjal ko'tarib, butun bir oila a'zolarini o'zidan bezdirib qo'yadi. Ham o'zini kasal qiladi, ham oila a'zolarini stressga, tushkunlikka tushishlariga va o'sha kunlari juda ham yomon o'tishlariga sabab bo'ladi. Ko'proq bu narsa ayollarga xos bo'lib, ayollar ozodalikni sevishadi. Sochiqlar guli-guliga taxlangan bo'lishi kerak, piyolalar joy-joyida turishi kerak, tarelkalar bir tekisda soldatdek terilib turishi kerak va hokazo. O'zlari o'ylab topgan prinsiplari, qonun-qoidalariga butun oila a'zolarini, farzandlarini, hattoki turmush o'rtoqlarini ham bo'ysundirishga majbur qilishadi. Ehtimol bu narsa yaxshidir. Axir uyingiz tartib intizomli turgani yaxshi-da. Bu yo'l yaxshi, maqsad yaxshi. Maqsad uyni ozoda saqlash, ammo yo'l biroz noto'g'ri, uslub biroz noto'g'ri-da. Asabiylashish biroz xato. Siz albatta ozoda bo'lganingiz yaxshi. Bu ham xayrli ish, ham savobli ish, ammo lekin asabiylashish evaziga emas, ammo lekin sog'lig'ingizni ketqizish evaziga emas, ammo lekin farzandlaringizning kayfiyatini buzish evaziga emas-da. Siz tartibni chiroyli yo'llar bilan saqlashga urinishingiz kerak. Farzandlaringizga go'zal tarzda tushuntirib berishingiz kerak va bu narsalarga, mayda-chuyda narsalarga asabiylashmaslikni asta-sekinlik bilan o'rganib borishingiz kerak bo'ladi. Hozir men sizlarga buning bitta sirini o'rgataman. Har gal ma'lum bir mayda narsalarga siqilmoqchi bo'lganingizda o'zingizga eslating. Yo'q, hozir men bu mayda narsalarga siqilib o'zimning qimmatbaho, bebaho bo'lgan asab tolalarimni yemirmayman, sog'lig'imni qurbon qilmayman, kayfiyatimni buzmayman, farzandlarimning kayfiyatlarini buzmayman. Men ularga yaxshilikcha tushuntiraman, to'g'ri gapirib o'rgataman. Axir men kelajakda buyuk ishlar qilishim kerak. Allohning rozichiligi uchun ibodatlar qilishim kerak.
Allohning roziligi uchun xalqqa xizmat qilishim kerak. Buning uchun menga katta kuch, katta energiya kerak. Agar men hamma energiyamni kundalik mayda-chuyda tashvishlarga sarflab yuboradigan bo'lsam, unaqangida buyuk ishlar uchun energiyani qayerdan olaman? Unaqangida ulkan ko'plab, minglab, millionlab insonlarga qanday xizmat qilaman? Axir buni imkoni qolmaydi-ku. Axir kasal bo'lib yotib qolsam, axir qanday qilib buyuk ishlar qilaman? Qanday qilib insonlarga, xalqqa foyda keltiraman? Agar energiyamni shu arzimas tarelkalarga, piyolalarga sarflab yuboradigan bo'lsam, men qanday qilib odamlarga yordam beraman? Qanday qilib qalb kasbimni topaman? Qanday qilib sog'lig'imni tiklayman? Axir butun umrim mana shu uydagi tartib-qoidalar uchun sarflanib ketib qolmayaptimi? Axir men ataylab bu dunyoga kelib, kafelar tush uchun kelganmidim? Bog'lar tush uchun kelganmidim? Idish yuvish uchun, kirlarni gulini guliga qo'yib taxlab yana u dunyoga qaytib ketish uchun kelganmidim? Axir mening boshqa vazifalarim bor-ku. Agar kasal bo'lib yotib qolsam, energiyasiz qolsam, bomdod namoziga qanday turaman? Axir kasal bo'lib qolsam, umraga qanday qilib boraman? Agar kasal bo'lib yotib qolsam, kimlarga muhtoj bo'lib qolaman? Agar asabiylashaverib, siqilaverib, adoyi tamom bo'lsam, kimga yoqaman? Kim meni mehribon onamdek erkalaydi? Kim meni go'zal turmush o'rtog'im deya ataydi? Men oilam uchun tirgak bo'lish o'rniga ularni har kuni asabini buzaversam, har kuni dilini xufton qilib, paypog'ini yechib ketibsan, darsingni tayyorlamabsan, ovqatni chapillatib yeyapsan, stolda xunuk o'tiribsan deya tanqid qilaversam, unaqada ularning kelajagi qanday bo'ladi? Deya savollarni o'zingizga bering va men bu dunyoga buyuk ishlar qilish uchun kelganman. Men bu dunyoga Allohga ibodat qilish uchun kelganman. Men bu dunyoga siqilib qaytib ketish uchun kelmaganman. Mening o'rnimda 200 mingta odam tug'ilishi mumkin edi. Alloh aynan meni yaratdi. Alloh meni tanladi. Demak, bunda bir hikmat bor. Demak, men Alloh menga ato qilgan bu jonim haqqini ado etishim, 5 vaqt namozlarni o'qishim, qolgan diniy qadriyatlarga amal qilishim kerak. Buning uchun esa menga katta kuch, quvvat kerak bo'ladi. Buning uchun katta energiya kerak bo'ladi. Mana bu energiyani men qayerdan olaman? Mana bu energiyani men ana shu asablarimni tejash evaziga, mayda narsalarga siqilmaslik evaziga olaman. Ana shundagina men ibodatlarimni vaqtida qilaman. Ana shundagina men sog'lom bo'laman. Inshaalloh uzoq umr ko'raman va eng muhimi Alloh roziligi uchun insonlarga, xalqqa xizmat qilaman. Toki tirik ekanman, so'nggi nafasimgacha ishlayman, xalqqa xizmat qilaman, insonlarga yordam beraman. Ana shu fikrlarni o'zingizga eslating va keyingi safar mayda narsalarga e'tibor qilmaslikka, yoxud e'tibor qilsangiz ham siqilmasdan farzandlaringizga bu haqda chiroyli odob bilan, axloq bilan tushuntirib, go'zal muomala qilishga harakat qiling azizim. Men sizga ishonaman. Albatta sizning qo'lingizdan keladi. Siz dunyodagi eng dono ayolsiz.